Do'stlar, Yashnoboddan uy so'raganlar uchun Qo'yliq bozorining yonida hamda metroga bir qadam uyimiz birinchi etajda joylashgan. 9 etajli domning birinchi etajida 3 xonali uy. Atrofida universitet, maktab, bog'cha hamda poliklinikalar bor. Tashqarida zeleniy zonalari bor, o'zini bolalar o'ynash maydonchasi hamda avtoparkovkada muammo yo'q. Uyimizni ko'rib turganingizdek birinchi xonasi. Bu yoqda yana bitta xonasi ko'rishingiz mumkin. Bu xonasida to'g'ri balkonga chiqsa bo'ladi, balkoni bor. Uyimizni mana kiraverish qismi ko'rib turganingizdek keng. Bu yoqda yana bitta xonasi bor, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, uyimiz remont talab. O'zingiz uchun chiroyli qilib remont qilib olsangiz bo'ladi. Uyimizni bu yoqda sanuzeli, hammomi. Bu yoqda hojatxonasi. Uyimizning oshxonasi, bu yoqda choy ichib o'tirsangiz bo'ladi. Oshxonasini balkonga ko'chirgan. Ko'rib turganingizdek, tashqaridan ko'rinishi ham atmosfera zo'r. Do'stlar, uyimizning kvadrati 82 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari tomonidan 72 ming deb baholandi. Ozroq kelishadigan joyi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan bog'lanishingiz mumkin.